Xullas, mana shunaqa hangran so'zi hozirga qadar ham keksa kishilar nutqida qo'llanib kelgan. Demak, daryoning nomidan shu daryoni yoqasiga 1942-yili ko'mir shaxtasini ishga tushirilishi, sanoat usulida ko'mir qazib olinib, eshelonlarda, poyezdda front uchun bu yerdan ko'mir katta hajmda qazib jo'natila boshlanishi, sekin-asta ishchilar shaharchasi degan hozirgi ko'mir havzasining o'rnida posyolkaning paydo bo'lishi, qo'rg'onning va 1946-yildan boshlab bu qo'rg'onga shahar maqomi berilishi natijasida, demak, o'sha rus geodezistlari Ohangaron daryosi degan so'zni nazarda tutib emas, uni qasddan yoki o'zining talaffuziga moslab emas. Aksincha, shu yerdagi mahalliy qurilmalarning nutqida ular bir necha bor eshitayotgan hangran degan gidronimni nomidan olib shu so'zni qo'llashgan. Faqat hni tushirib qo'yib, yumshoq yoziladi hangran bo'lib ketgan.